Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, bizni Surxon Savdo kanalimizni kuzatib borayotgan muxlislar. Bugun sizlarga kichik bir obzorimizni taqdim etmoqchimiz. Bugungi obzorimiz darvozalar haqida bo'ladi. Hozirda sifat bo'yicha eng trenddagi darvozalar bizning do'konimizda, ya'ni Azizbek do'konida bo'ladi. Men sizlarga bu haqda batafsil ko'p gapirib o'tirmayman va men endi sizlarga bu haqda tanishtirishni boshlayman. Bu Dubay darvozamiz, Dubay High-Tech. Hozirda trendda yurgan ko'rinish, sifat bo'yicha nomer 1 bo'lgan darvozamiz. Bu darvozamizni akalar, Dubayga bormang aka, uyingizga bitta Dubay fasondagi darvozani qo'yib qo'ying. Dubayliklarning o'zi sizning uyingizga keladi akalar. Men bu haqda sifatini gapiradigan bo'lsam, kraskalari avtomobilni toza kraska ishlatganmiz bu darvozamizga. Shumkalari qalin. Mashinaning shumkasi xijolat bo'lib qoladi bu darvozaning shumkasini oldida. Darvozamizning sifatiga vobshim gap yo'q. Hali yana oldinda bizni ko'plab qiziqarli bo'lgan darvozalar, chiroyli bo'lgan trenddagi darvozalarimiz kutib turibdi. O'shaning uchun keyingi darvozaga navbatni beramiz. Dubay High-Tech fasondagi darvoza. Do'konimizga kelaversangiz bu haqda batafsil ma'lumotlarni olasiz. Keyingi darvozamiz hozir afsonaviy Yura Boyka taxallusini olgan darvozamiz. Bu darvozamizning nomi Yuri Boyka deb biz erkalab nom qo'yganmiz. Asosan bunga ham kraskalar o'ta toza, mashinaning kraskasi buni oldida xijolat bo'lib qoladi-ku akalar. Bu shumkalik variantda emas. Bu bir qavat, lekin original 1.8 lik listdan ishlov berganimizning evaziga bu darvozamizga shumkani o'zi kerak emas. Vobshe metallari o'ta baquvvat ishlangan darvoza. Bunaqa darvozalarni faqat bizni do'kondan topishingiz mumkin, Azizbek do'konidan. Kelaverasizlar akalar. Akalar, siz buni hozir videosini ko'ryapsiz. Do'konimizga tashrif buyurib, o'zini holatini ko'rsangiz akalar, olmasdan ketmaysiz aka. Yana agar ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz, Telegram lichkalarimizni qoldiramiz, o'zimizning Telegram gruppalarimizni adreslarini qoldiramiz. Bemalol o'tib olib, xohlagan fasondagi darvozalarni tanlashingiz mumkin yoki do'konimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Biz sizlarni hamisha kutamiz. Narxlarini esa lichkada aytib o'tamiz. Narxlar vobshe arzon bo'lib ketdi. Hozir sizda imkoniyatlar eshigi ochildi. Tezroq keling, shoshiling.